Assalomu alaykum aziz xalqim. Sizlarni Talg'ir nohiyalik hokimiyat, Talg'ir nohiyalik Uyg'ur etnomadaniyat markazi, Tuzdibastov yesining jamoati, San'at Progress san'atkorlar birlashmasi tarafidan uyushtirilgan san'at kechiligiga taklif qilamiz. San'at kechiligimizning oliy maqsadi 1-Mart Rozimanlik kuni harpisida Qozog'istondagi xalqlar do'stligini mustahkamlash. 8-Mart bayramiga oid nuroniy onalarimizga hurmat, ehtirom bildirish. Muzikalik durdonimiz Uyg'urumning tugimas g'azinisi 12 muqomni, shundaqla xalq naqshi sozlarini qayta tiklash. San'at, madaniyat va ma'arifni rivojlantirish. Qadrlik jamoat, cho'ng kichik yigit baglar, xonim qizlar, san'at xumar ahlini san'at kechiligimizga taklif qilamiz. Canlıq ovozda milliy naqsh soz tinglab, avrishim usullarini tomosha qilib, ruhiy oziq elib, yosh talantlarimizning rivojlanishiga o'zingizning bir kishilik ulushingizni qo'shing. Marhamat, sizni kutamiz. Xalqchilar tövəndəki telefonlarga müraciət qılsın.